Men seni sevaman. Men ham. Abdurahmon? Abdurahmon. Nima bo'ldi? Abdurahmonjon. Bu dunyo bizni kuydirdi, Abdurahmon. Bu dunyo bizni kuydirdi. Bu dunyo meni kuydirdi, yo'ldosh. Men. Ota, qanday qilib seni shuncha yillar unutib yashadim? Qanday qilib bir pasda jonu jismimga, o'yu hayolimga, etu suyagimga, bor yo'g'imga jo bo'lding, ona diyor. Seni sezish uchun ehtimol ayriliqda xiyonat va nayranglarga to'la dunyoga sajda qilib yashamoq kerakdir. Ammo endi sendan qanday ajralaman, vatan? Axir har kimning peshonasiga bitgan taqdiri bor. U beshafqat qo'llari bilan onani farzanddan, yurakni sevgidan, tanni jondan judo etadi. Azob uqubat o'tiga ayamay uloqtiradi. Vatan. Bir lahza ichida seni tanitib, taqdir meni yana qaylarga uchirib ketadi. Taqdirdan ustun kelgan kim bor? Ona toprak biz uchun Allah kabi yagonadir. Mayli borimni oling, yurtdan judo qilmang meni. Mayli borimni oling, yurtdan judo qilmang meni. Qo'lda korimni oling, yurtdan judo qilmang meni. Qayda bo'lsam mehrim ortar, ona yurtni o'ylasam, so'z topolmam vasfiga xislatlarini.